Do'stlar, keyin gaplashadigan narsamiz bosh miya pardalari. Bosh miya pardalarini ichkaridan tashqariga qarab yozib chiqadigan bo'lsak, bizda bular pia mater, arachnoid mater va dura mater ichkaridan tashqariga xuddi shu holatda ketadi. Buni keyinroq sizlar bilan rasmda ham to'liq ko'rib chiqamiz. Bosh miya pardalari birinchisi dura mater, ya'ni boshning qattiq pardasi. Kalla suyagining ostida joylashgan va bosh miyani o'rab turuvchi eng tashqi e'tibor beramiz va eng qattiq miya pardasi hisoblanadi. U ikkita qattiq va fibroz qavatlardan tashkil topgan deyapti. Qattiq va fibroz. Demak, o'ylaymiz, dura materda o'zi ham yana ikkita qavatdan tashkil topgan ekan. Qanday holatda? Mana ko'rib turibmiz. Pia mater, arachnoid mater va dura mater. Dura materimizda o'zi ham mana ikkita qavatdan tashkil topgan bo'ladi. Qattiq va fibroz holatda joylashgan ikkita qavatdan tashkil topgan ekan. Xo'p. Buni birinchisi tashqi periosteal qavat, ya'ni suyak osti qavati deyiladi. Bu qavat ichki qavat bilan qo'shilgan holatda bo'ladi. Demak, mana bu suyak bo'lsa, shu suyakni ostida dura mater joylashyapti. Ikki qavatli dura mater. Buni birinchi qavati periosteal, ya'ni suyak osti qavat ekan. Buni vazifasi nima ekan? Buni vazifasi yo'q, shunchaki uni pastdagi ichki qavati bilan birlashib turar ekan, xolos. Keyingisi ichki qavat va bu meningeal layer. Demak, bosh miya parda qavati deyiladi. Ba'zi joylarda bu qavat kalla suyagini ichiga kirib, qatlamlarni hosil qiladi. Masalan, bu nima? Mana shu holatda normal turibdi va ba'zi joylarda deganda shu meningeal qavatimiz mana shu joyda qatlamlarni hosil qilyapti. Bunga misol qilib, falx cerebrini olishimiz mumkin. Chuqurchalarni, foldslarni hosil qiladi o'zidan. Birinchi qavati mana suyak ostida qolaveradi dura materda, ikkinchi qavati ba'zi joylarda qatlamlar, ya'ni foldslarni hosil qiladi. Keyingisi bu demak dura materiyamiz tushunarli. Kalla suyagining suyakni ostida joylashgan bosh miyani o'rab turuvchi eng tashqi va eng qattiq miya pardasi. Ikkita qavatdan tashkil topgan dedik, tashqi va ichki. Tashqisi suyak osti qavati, ichkisi meningeal qavat. Tushunarli. Endi keyingisi arachnoid mater. Bunisi siyrak o'rgimchak to'risimon, ya'ni o'rgimchak to'riga o'xshagan parda bo'lib, dura materni ichki qavati, ya'ni mana shu meningeal qavatni osti bilan qo'shilgan bo'ladi. Va bu qavat orqali bosh miya suyuqligi, buni inglizchasiga cerebrospinal fluid. Mana shu bosh miya suyuqligi bosh yuzasi bo'ylab sizib o'tadi. Ya'ni shuni harakatlanishiga yordam beradi. Arachnoid mater ham tushunarli. Keyingisi pia mater. Bu eng ichki parda hisoblanadi. Ya'ni eng ichki deganda nima? Aynan shu bosh miyani o'ziga yopib turadi. Va juda yupqa parda hisoblanib, arachnoiddan farqli ravishda bosh miyani yuzasini qoplab turadi. Miya pardasi har bir qon tomirining boshlang'ich qismini ham o'rab oladi. Chunki u miya yuzasiga kirib, perivaskulyar bo'shliq yoki bu perivaskulyar bo'shliqni yana shunday aytamiz, Verxov Robin bo'shlig'i. Shu Verxov Robin bo'shlig'ini hosil qiladi. So'ngra qon tomir devori bilan qo'shilib ketadi. Endi bularni rasmda ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi aytganimiz mana shu dura mater. Xo'p, dura mater mana ikkita qavatdan tashkil topgan dedik va eng tashqi qavat bu mana shu suyakni ostida joylashyapti. Endi dura materda pastki qavatida siyrak va o'rgimchak to'risimon joylashgan arachnoid mater mana. Bu yerda qon tomirlari ham joylashgan.
Keyingisi bo'ladigan bo'lsa, bu pia mater. Mana shu boshli kulrang moddasi, bu oq moddasi. Kulrang moddasi bilan mana judayam shu bosh miyani yuzasini qoplab turibdi. Va shu yerda aytilgan va ba'zi bir joylarda perivaskulyar bo'shliqni hosil qiladi. Bular Robin bo'shlig'i deb nomlanadi. Mana pia mater shu yerda qon tomirlari bilan perivaskulyar bo'shliqni hosil qilyapti. Yana bir narsani aytib o'tib ketamiz. Bu rasmda tashqaridan teri tomondan qavatma-qavat kirib keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda mana teri qavati, undan keyin subcutaneous, ya'ni teri osti yog' qavati, ya'ni bu biriktiruvchi to'qimadan iborat bo'ladi. Keyingisi galea aponevroz qavati, loose areolar connective tissue, ya'ni siyrak biriktiruvchi to'qima, mana shu qavat va perikranium yoki periosteum deb nomlanadi, suyak usti qavati. Va undan keyin bu yerda suyak joylashgan va suyakdan keyin bosh miyani o'zini pardalari boshlangan. Xo'p, bosh miya pardalari haqida gaplashdik, uni ko'rinish haqida demak ma'lumotga ega bo'ldik. Endi keyin gaplashadigan narsamiz bu bosh miya pardalari shu klinik ahamiyatga ega bo'lgan 3 xil bo'shliqlarni hosil qiladi o'zidan. Bular eng birinchisi epidural bo'shliq. Epidural bo'shliq nima? Epidural bo'shliq potensial bo'shliq bo'lib, kalla suyagining ichki yuzasi va unga zich yopishgan qattiq miya. Bu yerda qattiq miya deganda dura materni nazarda tutyapti. Qattiq miya pardasining orasida joylashadi. Arteriya meningia media tikanaksimon teshik, ya'ni foramen spinosum orqali bosh suyagiga kiradi va miya qattiq pardasi dura mater bilan bosh suyagi o'rtasidagi epidural bo'shliqda shu epidural bo'shliq bo'ylab yo'naladi. Kalla suyagining ichki yuzasida ko'pincha shu arteriya va uning ko'pgina tarmoqlaridan hosil bo'lgan egatchalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyin shuni demak rasmda ko'rib chiqamiz. Mana bo'shliqlar berilgan. O'zi bizda jami 3 ta bo'shliq bor: epidural, subdural va subarachnoid bo'shliqlar. Birinchisilar bilan hozir gaplashdik. Epidural bo'shliq. Bu suyak va dura materda birinchi qavatini oralig'ida joylashgan bo'shliq. Va bu bo'shlig'ida aytdik, mana shu joyda ko'rishimiz mumkin. Dura materdagi foramen spinosum orqali arteriya meningia media kiradi va shu epidural bo'shliq bo'ylab yo'naladi. Buni inglizchasiga middle meningeal artery deydi. Latinchasiga arteriya meningia media deb nomlanadi. Epidural bo'shliq demak tushunarli. Va yana shu joyda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, arteriya meningia media tashqi uyqu arteriyasining tarmog'i bo'lib, qattiq parda, ya'ni dura materni qon bilan ta'minlaydi. Endi arteriya cerebri media bor. Buni inglizchasiga middle cerebral artery deb nomlanadi. Middle cerebral artery'imiz ichki uyqu arteriyasining tarmog'i bo'lib, shu bosh miyani o'zini qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Shu joyga ahamiyat berishimiz kerak. Arteriya meningia media tashqi uyqu arteriyasining tarmog'i, arteriya cerebri media ichki uyqu arteriyasining tarmog'i. Demak, bizda epidural bo'shliq tushunarli. Keyingisi subdural bo'shliq. Bu qattiq pardaning ichki qavati va bo'sh yopishgan arachnoid o'rtasidagi potensial bo'shliq hisoblanadi. Ko'priksimon venalar, ya'ni bridging veins deyiladi, subdural bo'shliqni kesib o'tadi. Bu venalar bosh miya yarim shallaridan karbonat angidridli qonni olib, ya'ni drenajlab, subdural bo'shliq orqali bir necha yirik sinus dura matris ga boradi.
Bu sinuslar yirik venos kanallari bo'lib, ular qattiq pardaning ikki qavati ichida joylashgan bo'ladi. Miya qattiq pardasi sinuslari qonni asosan sigmosimon sinuslar orqali ichki bo'yinturuq venalari, vena jugularis internaga olib boradi. Hozir e'tibor beradigan bo'lsak, subdural bo'shliqda venalar joylashgan ekan. Aynan shu venalarni hozir mana yerda ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizda shu yerda bridging veins joylashgan. Shu bridging, ya'ni ko'priksimon venalarimiz aynan shu subdural qavatni kesib o'tib, borib katta venalarga quyiladi. Oxiri venalar hammasi borib birinchi cavernous sinusga, cavernous sinusdan keyin internal, ya'ni ichki yugulyar bo'yinturuq venasiga borib quyiladi. Bular shular haqidagi ma'lumotlar edi. Keyingi rasmda ham shuni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni shu venalarda yo'nalishi. Keyingi gaplashadigan bo'shlig'imiz bu subarachnoid bo'shliq. Bu juda ham muhim bo'shliq. Orqa miya suyuqligi bilan to'lgan, e'tibor beramiz. Orqa miya suyuqligi bilan to'lgan arachnoid va yumshoq miya, ya'ni pia materda o'rtasidagi bo'shliq bo'lib, subarachnoidal bo'shliq deyiladi. Orqa miya suyuqligidan tashqari, bosh miyaning yirik arteriyalari ham subarachnoidal bo'shliqda harakatlanadi va keyin pia mater orqali ichkariga kirib boradigan kichikroq tarmoqlarda hosil qiladi. Orqa miyani katta ensa teshigi, ya'ni foramen magnum orqali chiqib, umurtqa pog'onasining suyak kanali orqali pastga tushar ekan, xuddi shu 3 qavat parda bilan o'ralgan bo'ladi. Ya'ni orqa miyamiz ham xuddi shu 3 qavat parda bilan qoplangan, faqat bitta farqi bor. Bunga ham e'tibor beramiz. Umurtqa kanalidagi dura mater va periosteum o'rtasida epidural yog' qatlami mavjud. Shu narsani bilib olishimiz kerak. Keyingisi, bosh suyagida qattiq pardaning ikkala qatlami ham suyakka mahkam yopishgan bo'ladi. Endi keyinlar shu strukturamizda hammasini ko'rib chiqamiz. Mana epidural bo'shlig'imiz, aytdik, suyak va dura materda orasida joylashgan. Subdural bo'shlig'imiz, bu yerda venalar joylashgan. Asosan mana shu dura materda ichki qavati bilan arachnoid materda oralig'ida joylashgan. Keyingisi subarachnoid. Subarachnoidimiz mana shu bo'shlig'imiz subarachnoid bo'shliq. Bu yerda nafaqat bosh miya suyuqligi, balki yirik demak arteriyalar ham bu yerda joylashgan bo'ladi.